Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Navbatdagi dag'alasa bu katyolimiz ham tayyor bo'ldi. Do'stlar, bu katyolimiz Bo'stonga 2-sentrga bo'ldi. Dag'alasa bu katyolimiz turbo katyol, turbolizator katyollarimiz. Pastdan ham, yuqoridan ham pastdan ham yoqsa bo'ladi xudo xolasa. Universalda bu. Gazga ham, ko'mirga ham to'q tamishiydi xudo xolasa. Shu yerga to'q choy bo'ladi mana. Do'stlar, zakaz bo'yicha bu yerda turbolizatorlari bo'ladi. Hozir ko'rsataman uni. Bu yerda ochishkisi bo'ladi mana. Ventinator ham mana zakaz bo'yicha yuqoridan qo'yib berdik xudo xolasa. Morlar ham atstoniga bo'ladi mana. Komplektida mana ventinatorlari, regulatorlari bo'ladi. So'ng suvning issiqligini ko'rsatib beradigan temperaturada chiq bo'ladi. Mana bu yerda so'ng termostat bo'ladi, pogrуженный termostat mana do'stlar. Eshiklarimiz ham tankovskiy eshiklardan bo'ldi xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha yasab saqlab berdik do'stlar. İçini ko'rsatamiz hozir. İçin turbaları, maşının gülüştüründen ot çıkan diye bunda. İçin turbalar içinde ot yürüdü. Tört önden hem kırıp gidedi ot, yanıp duran olov. Bu tört önden çıkardı, 8 turba buladı. 59'luk turba. Son morga keledi aylanıp. Bu turbolizatorlar hem tazalaş vazifasını beceredi, hem qo'shimcha kıpıdı boladı do'stlar, mana xudo xolasa qo'ldan kelgancha tazalanadi. Ansızgina tazalanadi. Tazalagandan keyin bir yerden tartib olaversa, haftada bir marta uborkisi bo'ladi-da generalni. Bu qapağı yanib turgan olovni bo'lib turadi. Hammasi kirib ketadi bu yerga. So'ng bu yerdan chiqib ketadi xudo xolasa. Mana do'stlar, shunday katyol bu turbolizator degan katyolimiz shunday bo'ladi. Bu mana bundan o'chirib qo'ysa bo'ladi, shamolni tezligini kuchaytirsa bo'ladi, pasaytirsa bo'ladi. Shu ventinatorni boshqaradigan narsa xudo xolasa. Yana nima deymiz? Tak. Bu yerdan ko'mir solinadi mana. Shu yerdan ko'mir solinadi do'stlar, ko'rinib turgan bo'lsa. Burchaklarında hava beradigan kanali bor mana. Shu 25 kanallar hava beradi katyolga. Pastdan ham, yuqoridan ham yanaveradi. Mana shunday do'stlar, panarikini yoqaman. Yanmadı panarik. Shunday katyolimiz. Bu yerdan ham yoqsa bo'ladi. Ya'ni cho'g' etib, ustidan bir xaltani to'ldirib, ilib tashlaysiz, tiydan ham yanaveradi. Ya bo'lmasa bir xalta ko'mirni solasizlar, ustidan cho'g' etasiz, tepadan pastga qarab yanadi. Universal xususiyati borda bu katyolimiz zo'r. Pastdan gazga qo'ysam bo'ladi, kulxonasi, kul olishga pasti. Ana shunday turbolizator katyollarimiz bu do'stlar mana. Adreslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qilchinoq tumani, xudo xolasa. Ellikqal'a Qilchinoqdamiz xudo xolasa. Do'stlar, eshiklarni ham alohida e'tibor qilamiz mana do'stlar. Eshiklar bu 16 boltga qisib boraverasiz. Umuman pater etmaydi-da. Ichkarida qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunday katyollar bu pateray yibermaydi, tutun chiqarmaydi. Shunday xudo xolasa. Katyolimiz 200 kvadrat, 250 kvadrat katyol bu. Shunday xonadonlar qizib turadi xudo xolasa. Rasxodi, kunlik rasxodi 30 kilodan 40 kilo, 50 kilogacha shunday bo'lib turibdi do'stlar. Joyingizning teplo paterasini qarab shunday bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, shunday katyollarga buyurtmalar qabul qilamiz. Yasab o'tiribmiz, qo'ldan kelgancha taxlab dastlab ketib olib borib beramiz do'stlar. Sog' bo'lasizlar, kuzatishda davom etinglar. Qishda g'amini yozda yenglar. Kelishtirib olib borib beramiz xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar.